Nafas va Mahbuba Xiva shahar 6-son maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisiman. Men fevral oyida Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazida bilim va malakalarimni oshirish uchun o'qishga keldim. Bir oy mobaynida men Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarning tadbirlarida juda faol qatnashdim. Bundan tashqari ushbu markazda professor o'qituvchilardan yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldim. Mana kecha test jarayonlarida ham yuqori natijalarni qo'lga kiritdim. Mana bugun mikrodars himoyasi bo'lyapti. Ushbu mikrodars himoyasida guruhimiz bilan faol qatnashmoqdamiz. Men o'z bilim va tajribalarimni almashdim va tinglovchi hamkasblarimning ham bilim va tajribalaridan yangi ko'nikmalarga ega bo'ldim. Ushbu bilim va malakalarni kelgusi faoliyatim jarayonida samarali qo'llashga harakat qilaman.